Magnit maydoni inson tanasiga ta'sir ko'rsata oladimi? Ha, albatta. Va buni 3 ta aniq sabab bor. Birinchisi, organizmimizda ionlar mavjud. Natriy, kaliy, kalsiy, xlor kabi zaryadlangan zarrachalar doimiy harakatda. Zaryadlangan zarrachalarga esa magnit maydon fizik ta'sir ko'rsata oladi. Ya'ni mexanizm mavjud. Ikkinchi sabab, gemoglobin paramagnit, magnitga tortiluvchi xususiyatga ega. Qon tarkibida gemoglobin bor, gemoglobin tarkibida temir moddasi ham bor. Uchinchi sabab, organizmimiz bioelektrik tizim. Yuragimiz elektr impuls evaziga ishlaydi, miyamiz elektr to'lqin ishlab chiqaradi, muskullar esa elektr signal evaziga qisqaradi. Elektr bor joyda elektromagnit qonunlari ishlaydi. Lekin mexanizm bor degani bu har qanday magnit terapiya organizmga kuchli ta'sir qiladi degani emas. Kuch, chastota va doza muhim omil hisoblanadi. Magnit terapiya aynan qaysi kasalliklarga va qaysi og'riqlarga, qaysi problemani hal qilishini to'liqroq bilishni xohlasangiz, izohlagan magnit yozib qoldiring.